Nurobod tumanida 2026-2027 yillar kuz-qish mavsumiga tayyorgarlik doirasida gaz ta'minoti tizimini yaxshilash va uning barqaror yetkazilishini ta'minlashga qaratilgan amaliy ishlar olib borilmoqda. Ayni paytda tumandagi 101,2 km yer osti gaz tarmoqlari zamonaviy uskunalar yordamida tekshiruvdan o'tkazilib, shundan 40 km mobil laboratoriya orqali diagnostika qilingan. Shu bilan birga mavjud infratuzilmani yangilash ishlari ham davom ettirilmoqda. Xususan, Nurobod gaz taqsimlash stansiyasi Nurbuloq mahallasi oralig'idagi yuqori bosimli gaz tarmog'ining 200 metr qismi rekonstruksiya qilinmoqda. Nurbuloq shaharchasida esa o'rta bosimli 600 metr gaz tarmog'i yangilanib, yer ustiga chiqarildi. Shuningdek, gaz taqsimlash qurilmalarining texnik holatini yaxshilashga alohida e'tibor qaratilib, Nurbuloq hududidagi Rduk 200 qurilmasi mukammal ta'mirlandi. Po'latchi va Arabota mahallalaridagi ayrim qurilmalarda ta'mirlash ishlari davom etmoqda. Umuman olganda, tumandagi 54 ta gaz taqsimlash qurilmasi bosqichma-bosqich ko'rikdan o'tkazilishi, 45 km gaz tarmoqlaridagi zichlik sinovlari hamda tozalash ishlari va 15 km yer usti quvurlari tartibga keltirilishi rejalashtirilgan va bu boradagi ishlar boshlab yuborilgan. Aholiga qulaylik yaratish maqsadida hozirgacha Nurbuloq, Po'latchi va Nurdum mahallalaridagi 220 ta xonadon 2 bosqichli tizimga o'tkazildi. Mazkur ishlar doirasida eskirgan 5 ta gaz taqsimlash qurilmasini demontaj qilish ham rejalashtirilgan. Hudud gaz ta'minot aksiyadorlik jamiyati tomonidan tizimni raqamlashtirish maqsadida joriy qilingan Argis onlayn boshqaruv tizimi xodimlar faoliyatini soatbay kuzatish, maxsus texnikalar harakatini nazorat qilish hamda gaz taqsimlash punktlari va quvurlar holatini xarita orqali real vaqt rejimida monitoring qilish imkoniyatini yaratdi. Bizlar kuz-qish mavsumiga tayyorgarlikni mana boshlaganmiz. 3 ta yuqori bosimli gaz quvurini GRPsini gaz taqsimlash qutisini almashtirishimiz kerak. Shundan bittasini almashtirildi, ikkitasi qolyapti. Qishgacha 2 ta gaz taqsimlash qutisini almashtiramiz. Hozirgi kunda filtr o'rnatyapmiz. Mahallaga toza gaz borish uchun bizlarda jami 6767 ta tabiiy gaz iste'molchisi mavjud bo'lib, mana Mashal mahallasida 126 ta iste'molchi bor bu GRPda. Sultirgan gaz masalasiga o'tsak, 22700 ta iste'molchi mavjud bo'lib, 5 ta Isuzu avtomashinasi faoliyat olib boradi. Shuningdek, tumandagi issiqlik ta'minoti korxonasi uchun alohida 3,5 km gaz tarmog'i tortish ishlari yakuniy bosqichga yetdi. Ushbu chora-tadbirlar kuz-qish mavsumida aholining uzluksiz va xavfsiz gaz ta'minoti bilan ta'minlashga xizmat qiladi.